dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchiloy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, o'quvchilar, Toshkent ishlar markazimizga. Ilohim bu farzandlarimiz, o'quvchilarimiz kelajakda shu ilm yo'lidan borib, davlatimiz, xalqimiz, bu jumladan ota-onasiga xizmat qiladigan kichiklik bo'lsin. Alloh xohlasa mana Qur'onimizdan Prezident maktablarida, Prezident maktabi orqali Garvard, tuman, xalqaro universitetga kelgan yigit-qizlar ko'payib bormoqda. Shu yigit-qizlar qatori bo'lsin, O'zbekistonimizda shunga ota-onasini ulug'laydigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Salomat bo'linglar, yutuqlaring bardavom bo'lsin. Bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab